Ubaydulloh birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Siz dinda niqob qilib musulmonlarni ongini zaharlab, har xil yo'llarga va boringki yurtga xiyonat qilishgacha majbur qilayotgan, o'zini musulmonman deb aytayotgan odamlarga nisbatan fikringiz qanaqa? Ular aslida kim va asl basharalarini ochib bera olasizmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdi. Va alaykum assalom. Barcha salom berganlarga Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Xullas, savolga to'xtaydigan bo'lsak, bugungi kundagi aksari suratda odamlar ishlatib yuradigan gaplar. Ya'ni bu savol yangi savol emas, juda ko'p o'rinda, juda ko'p bahslarga sabab bo'ladigan savol. Va bu yerda ishlatilayotgan so'zlar ham hammasi shunaqangi juda ham mashhur so'zlar. Aytganda, haligi bugungi til bilan aytganda shablon so'zlar desa ham bo'ladi. Har kim o'z maqsadida har xil tarafga burib juda ko'p ishlatadigan so'zlar. Shuning uchun yuqorida aytilgan savoldagi so'zlarni avval so'z holatida tushunishlikka harakat qilsak. Nimaga deganda, bir mavzuda avval so'zni nimaliligiga e'tibor berishlik o'ta muhim. So'zni qanaqaligi berilayotgan savolda qanday savol ekanini ko'rsatadi. Undan tashqari, berilayotgan savoldagi so'zlarni odamlar har xil tushunadi. Shuning uchun aniq bir tarafga qaratib, shu so'zlarni o'ziga ozgina izoh bersaydi, keyin savolga umumiy qilib javob berishga harakat qilsak. Yani dinda niqob qilib degan so'z bugungi kunda eng mashhur so'zlarning bittasi. Ya'ni dinda niqob qilib uni qildi, buni qildi degan juda ham ko'p ishlatiladigan bugungi kunda masalan O'zbekiston televideniyasini eng asosiy mavzulari va eng asosiy yuritadigan bahslarini to'rida turadigan so'z. O'zi shu dinni niqob qilish degan so'zda nimani tushunishligimiz kerak? Birinchisi, niqob degan so'zni hammalarimiz bilamiz. O'rischasi maska. Odatda shu o'rischadan kirib kelgan haligi iboralar, bizda niqob qilish degan so'z avvallari unaqa mashhur so'z bo'lgan emas. O'rislarda haligi maska qilib olding, maskani yech degan narsalar bizga o'shunday kirib kelib, bizda ham shu mashhur ishlatiladigan iboralarga aylanib qoldi. Ya'ni niqob qilish deganda o'zini asli basharasini yashirib, asli basharasini o'rniga berigi boshqalarga o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan tarafini ko'rsatib qo'yishlikni niqob qilish deydi. Endi dinni niqob qilish deganda dinni qanday qilib niqob qilsa bo'ladi? O'zi dinni niqob qatori ishlatsa bo'ladimi? Dinni niqob qilishda holati, voqeasi qanaqa bo'ladi? Qaysi odamlarni dinni niqob qilib oldi degan so'z bilan o'sha odamlarga murojaat qilsak bo'ladi. Shu narsalarga to'xtalib o'tsak. Din aslida Alloh subhanahu va taolo tarafidan bandalarga ularni hamma ishlarini tartibga solish uchun tushirgan qonun qoidalarini majmuasini din deb qo'yamiz. O'sha qonun qoidalar yo yaratuvchi bilan bandani o'rtasidagi ishlar bo'ladi, ya'ni ibodatlar va aqidalar. Ya'ni banda bilan Xudoni o'rtasidagi bo'ladigan ishlar. Bunga boshqa hech kimda aloqasi yo'q. Ya'ni Alloh bilan insonning o'rtasidagi aloqalar, insonning Allohga sig'inishi va Alloh ishon degan narsaga ishonib, ishonma degan narsaga ishonmasligi. Mana shu insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasi. Ikkinchisi, insonning o'zi bilan o'zi bo'lgan aloqasi bor. Bu yeb ichishligi, kiyim-kechagi, axloqi, shunga o'xshagan, ya'ni o'zini o'zi bilan bo'ladigan aloqasi. Ya'ni boshqalarga buni aloqasi yo'q. Ya'ni o'zini ichida, ya'ni o'zini ustida qiladigan ishlar. Endi uchinchi insonda aloqasi bor, o'zi bilan boshqa insonlarda o'rtasida bo'lgan aloqa. Masalan, muomalatlar, yo bo'lmasam bir jazo choralari, yo bo'lmasam ichki tashqi siyosiy holatlar, ijtimoiy holatlar, iqtisodiy holatlar, mana shularda hammasi insonning boshqa insonlar bilan bo'ladigan muomalalariga kiradi. Yuqorida biz aytgan din degan narsa mana shu 3 ta narsani yechish kerak. Birinchisi, insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasini, ya'ni ibodat va aqidalarini.
Ikkinchisi insonni o'zi bilan o'zi bo'lgan aloqalarini. Ya'ni yeb ichishligi, axloqi, kiyim-kechagi, shunga o'xshagan ishlari. Endi uchinchisi insonni boshqa insonlar bilan bo'ladigan aloqasini ham Alloh subhanahu va taolo o'sha din degan o'zini qoidalari bilan yechib bergan. Buni bizga o'rgatganlar Allohning payg'ambarlari. Ya'ni eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bo'lgan butun insoniyat uchun mana shu uchala mavzuni yaxshilab, tiniq, chiroyli qilib yetkazib, hayotida o'zi ijro qilib ko'rsatib berish uchun Alloh tomonidan bizga elchi qilib jo'natilgan. Ya'ni arabcha qilib aytsa Rasululloh, ya'ni Allohning elchisi. Endi mana shu din degan narsani qisqacha tasavvur qildik. Endi shuni qanday qilib niqob qilinadi? Yuqorida aytayotgan din degan narsani bir niqob qatori ishlatsa bo'ladimi? Desa, ba'zi bir suratlarda niqob qatori ishlatsa ham bo'ladi bu narsani. Masalan, qaysi suratda desa, bu haqida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhulloh azza va jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah degan. Kim Alloh subhanahu va taoloning roziligini istash uchun olinadigan ilmda, yuqorida biz aytgan insonni o'zi bilan boshqalar bilan yaratuvchisiman bo'lgan hamma aloqalarini bizga Alloh subhanahu va taolo payg'ambari orqali o'rgatdi. Va hayotda Alloh subhanahu va taolo aytganda yashash uchun mana shu ilmni zarurat qilib qo'ydi, ya'ni farz qildi. Endi mana shu Allohning roziligini ko'zlaydigan ilmni kimdir birov dunyo matosini ko'zlab turib o'rgansa, ya'ni mana shu dunyoda, ya'ni oxiratda emas, oxiratda Alloh yonida yuzi yorug' bo'lishligi uchun mana shuni o'rganib, yuqoridagi narsalarda Alloh aytganday qilishligi vojib edi. Endi shuni Allohning roziligini o'ylamasdan dunyoviy foydalari uchun, ya'ni bu yerda dunyoviy foydalar degani oxiratidan umid qilmasdan dunyoviy foydalari uchun o'rganib qoladigan bo'lsa, qiyomat kunida deyapti, u odam jannatda hatto hidini ham hidlamaydi deyapti. Bu degani misoli qanaqa bo'ladi buni? Misolini aytib ko'rsatmasak, bu hadisni tasavvuriga qiyin odamlardan. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimini nimaga tushirdi desa, yuqorida aytgan o'zi bilan boshqalar bilan yaratuvchiman bo'ladigan aloqalarni tartibga solsin deb tushirdi. Mana o'zbekcha ma'nolarini, o'zbekcha tafsirlarini o'qisanglar, bu narsalar ochiq oydin ko'rinadi. Endi shu aytilgan oyatlardagi hukmlarni joyiga qo'ymasdan, Alloh oyatlarda talab qilgan majburiyatlarni his qilmasdan, shu Allohning kitobini kimlargadir yo'l topib berish uchun, odatda kimga yo'l topib beriladi desa, o'zidan ustun bo'lgan, unga zulm o'tkazayotgan, yo uni qistovga olayotgan, yo uni shundan majbur qilib talab qilayotgan bir insonga yo'l topib beriladi odatda. Ya'ni zaif, bechora, gapi o'tmaydigan odamga odatda yo'l topib berish uchun dinda buzilmaydi. Odat shunaqa. Qachon unga ko'pincha talab qilinsa, yo bo'lmasam o'sha dinga yo'l topib berayotgan, buzayotgan odam nariga odamdan nimanidir umid qilsa dunyoda, ya'ni dunyo matosidan bir narsani umid qilsa, mol dunyomi, yana shunga o'xshagan narsalarmi, shunaqa mahalda dinni o'zini aslidan boshqa joylarga ishlatishlikka o'tadi. Oyatlarda ochiq bayon qilingan, ya'ni tavhid deyotgan narsa Allohda hamma yaxshi sifatlarda yakkalashlik, ya'ni hech kimni unga sherik qilmasdan yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning qo'lida deb bilishlik. Ikkinchi narsa, hayotimizda biz yashayotgan ishlarda ham hammasini yechimini yuqorida aytib o'tganda insonni o'zi bilan boshqalar bilan yaratuvchisi bilan bo'lgan har qanday aloqasini ustidan hukm chiqaradigan zotni Alloh deb tan olishlik, bu islom aqidasini asosiy bir targ'ib qiladigan narsalardan. Oyatda keladi, inil hukmu illa lillah. Ya'ni hukm qilishlik Allohning o'zigagina xos degan. Demak, mana shu suratda Allohning o'ziga xos bo'lgan hukmlarda, Allohning o'ziga xos bo'lgan boshqaruvni endi boshqa insonlarning manfaatiga
to'g'rilab berishlik uchun dinni qiyshaytirib, yo bu yog'idan buzib, yo bo'lmasa noto'g'ri talqin qilib aytish dindan o'zini dunyoviy foydasiga foydalanish bo'ladi.